Onam bilan iftorlikka ketyapmiz. Mana bitta savollarga javob beradilar. Nechta o'g'lingiz bor sizni? 3 ta o'g'lim bor. Shu 3 ta o'g'ildan qaysi biri sizga yoqadi? Hammasi yoqadi. Nimaga? Chunki ular o'zimning farzandim. Bir qorindan talashib tushgan. Katta o'g'lingizni ko'proq yoqtirmaysizmi? Uni ham yaxshi ko'raman. Undan-da ikkinchisini ham yaxshi ko'raman. Undan-da uchinchisini ham yaxshi ko'raman. Hammasi bir-biridan yaxshi bolalar. Xudoga shukr. Qaynona sifatida kelinlar haqida gaplashaylik, keling. Nima desak bo'larkan? Kelinlar yaxshi, boriga shukr. Kelganingda ovqating tayyor. Bu yoqqa boraman, sen tuguning tayyor. Baraka topsin. Savolim qolmadi sizga. Men yolg'onchi ekansiz. Shunaqa zo'r she'r aytadilar, oz she'r aytib beradilar. Qalbi toza inson yuzida farishtalar aksin ko'raman. O'xshagim ham kelar ba'zida yaxshilarni yaxshi ko'raman. Bolalarcha beg'uborligin, soddaligin, beozorligin, qalbi suvdek musafoligin, yaxshilarni yaxshi ko'raman. Yuzlaridan taraladi nur, ular uchun yaraladi nur. Shundaylar bor ming bora shukr, yaxshilarni yaxshi ko'raman. Yomonlikdan nima foyda bor, qancha dillar chekadi ozor. Gunohimiz shunda ham ziyod, yaxshilarni yaxshi ko'raman. Ore! Qarsaylar. Xo'sh, kimga o'xshayotganman? Endi aytinglar, kimga o'xshamayman?